Mana bu o'quvchimiz baskalarini o'zlari tikibdilar. Hozirgi vaqtda eng trendga chiqqan kiyim turi desak ham bo'ladi. Bitta aylanib bering. Mana baskalar qaranglar. O'zlari shu bichib tikkanlar. Mustaqil bichib tikdingizmi, o'qituvchi yordam berdilarmi? Aytib turdi, o'zim tikib, Aytib turdilar, o'zingiz bichib, o'zingiz tikdingiz. Zo'r. Hozir mana bu o'quvchimiz diplom ishidan tikayotgan ekanlar. Xudo xolasa fotosessiyaga tayyorladilar. Mana ukrasheniyalari. Voy, bu o'zingizgami bu? Juda ham chiroyli chiqibdi. Qovudingizmi bittalab materialni? Qoyil. Voy, zarlibda qovudingizmi simbolik? Oho, qoyil ekan. Bittalab qovib, mana tikib chiqdilar. Xudo voy, bu mana yana ukrasheniyalari. Hali tikayotgan ekanlar. Sal yana bitib qolganda ko'rsatamiz.